Agar bolangiz hozir shovqinli, ishonchsiz yoki gapingizni eshitmayotgandek tuyulsa, bu sizning aybingiz emas. Ammo agar siz bugundan boshlab oddiy ammo to'g'ri kundalik odatni o'zgartirmasangiz, bu oqibatlar sizni 5 yil ichida topadi. Bu audio kitob jazolash haqida emas, baqirish haqida emas. Bu bolani ichkaridan sokin, tashqaridan ishonchli yetakchiga aylantiradigan tizim haqida. 30 kun, har kuni kichik qadam va natija. Maktabda yetakchi, uyda xotirjam bola. Agar tayyor bo'lsangiz, hozir boshlaymiz. Birinchi bob. Bolangizni tuzatmang, uni tushuning. Ko'pchilik ota-onalar bitta katta xatoni qiladi. Ular xatti-harakatni tuzatishga urinadi, lekin sababni tushunmaydi va mana shu joyda muammo boshlanadi. Bola baqiradi, siz baqirasiz. Bola qarshilik qiladi, siz bosimni oshirasiz. Bola tinglamaydi, siz jazoni kuchaytirasiz. Natijachi? Qisqa muddatli jimlik, uzoq muddatli qarshilik. Bu tarbiya emas, bu kurash. Shuni aniq aytib qo'yay. Bola qarshi chiqmaydi. U signal beradi. Yana takrorlayman. Bola qarshi chiqmaydi. U signal beradi. Mana shu fikrni tushunmaguningizcha keyingi boblar ishlamaydi. Keling, rostini aytaylik. Bola yomon bo'lib tug'ilmaydi. U manipulyator bo'lib tug'ilmaydi. U sizni asabiylashtirish uchun yashamaydi. U o'zini tushuntira olmaydi. Bu ichidagi holatni xulq orqali ko'rsatadi. Shuning uchun injiqlik bu charchoq signali. Agressiya bu qo'rquv signali. Gap qaytarish bu e'tibor signali. Ammo ota-ona nimani ko'radi? Faqat tashqi xatti-harakatni. Mana shu joyda tanlov bor. Sizning tarbiya bo'yicha tanlovingiz bor. Siz ikki yo'ldan birini tanlaysiz. Bolani sindirish yoki bolani tushunish. Birinchisi tezroq ishlaydi, ikkinchisi uzoqroq, lekin natijasi butun umrga yetadi. Mashhur psixolog Alfred Adler bitta juda oddiy, lekin kuchli fikrni aytgan. Tushunilgan bola hamkor bo'ladi. U jazoga emas, maqsadga qaragan. U savol bergan. Bu bola nimani istayapti? Bu xatti-harakat ortida qanday ehtiyoj bor? Adler shuni ko'rsatgan. Bola o'zini jamiyatga tegishli his qilmasa, u qarshilik qiladi. Agar u o'zini keraksiz his qilsa, u buzadi. Agar u o'zini eshitilmagan his qilsa, u baqiradi. Yana bir bor. Bola qarshi chiqmaydi. U signal beradi. Endi amaliy qismga o'tamiz. Mana shu bob nazariya emas. Bu qarashni o'zgartirish haqidagi bob. Keyingi safar bolangiz noto'g'ri ish qilganda to'xtang. Darhol gapirmang. Darhol baho bermang. Darhol jazolamang. O'zingizga bitta savol bering. Bu xatti-harakat ortida nima bor? Mana 3 ta eng ko'p uchrayotgan sabab. E'tibor ochligi. Ko'p ota-onalar bolaga vaqt emas, buyruq beradi. Bola uchun esa salbiy e'tibor ham e'tibor. Shuning uchun u ataylab sizni jahlingizni chiqaradi. Nazorat yo'qligi. Agar uyda qoidalar beqaror bo'lsa, bola o'zini xavfsiz his qilmaydi. Xavfsizlik yo'q joyda qarshilik paydo bo'ladi. Ichki bosim, maktab, taqqoslash, talablar. Bola buni so'z bilan ayta olmaydi. U tanasi bilan ko'rsatadi. Ko'p ota-onalar aytadi, u ataylab qilyapti. Yo'q, u o'zi tushunmayotgan holatni yashayapti. Mana shu joyda muhim farq bor. Jazolash va intizom o'rtasidagi farq. Rostini aytaylik, jazo qo'rquv orqali boshqarish. Intizom tushunish orqali yo'naltirish. Jazo nima qilding? Intizom nega shunday bo'ldi? Bu kuchsiz yondashuv emas, bu yetuklik. Mashhur tadbirkor va ko'p bolali ota Jeff Bezos bolalariga nisbatan bitta qoidani ushlagan.
xato qilish mumkin, lekin xatodan qochish emas. U bolani jazolamagan, u jarayonni muhokama qilgan. Natijachi mas'uliyatli, mustaqil fikrlaydigan inson. Shuning uchun bola jazodan emas, mantiqdan o'rganadi. Lekin mantiq faqat tushunilgan joyda ishlaydi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Mana 3 ta aniq qoida. Shu kundan boshlab. Birinchi qoida. Reaksiya emas, kuzatuv. Bola noto'g'ri ish qildi. Darhol to'xtab kuzating. Ovozingizni pasaytiring. Holatingizni tekshiring. Avval o'zingizni boshqaring. Ikkinchi qoida. Savol bering. Hoziroq nimani his qilyapsan? Bu senga qiyin bo'ldimi? Bu savollar bolani yumshatadi. Uchinchi qoida. Chegarani tushuntiring. Tushunish ruxsat berish degani emas. Sokin ovozda aniq ayting. Men seni tushundim, lekin bu xatti-harakat qabul qilinmaydi. Mana shu joyda sehr bor. Bola ko'radi, u eshitiladi. U rad etilmaydi. Lekin chegaralar bor. Bu sokin intizom. Yana bir bor eslab qoling. Siz har safar tanlaysiz. Tez yengilishmi yoki to'g'ri yo'naltirishmi? Bola bilan kurashmang. Uni tushuning. Chunki tushunilgan bola hamkor bo'ladi. Bu vaqtda siz bitta asosiy ko'nikmani oldingiz. Xatti-harakat ortidagi sababni ko'rish. Endi keyingi qadamga tayyormisiz? Sababni tushundingiz. Endi ovozni pasaytirib, lekin ta'sirni oshirishni o'rganamiz. Ikkinchi bob. Sokin intizom baqirishdan kuchliroq. Keling, ochiq gaplashamiz. Baqiriq ishlaydi, lekin qisqa muddat. Bola jim bo'ladi, qo'rqadi, to'xtaydi. Lekin u o'rganmaydi. U ichkaridan o'zgarmaydi. U faqat bosimdan qochadi. Mana shu joyda asosiy farq bor. Baqiriq tashqi nazorat, sokin intizom ichki nazorat. Agar siz bolani hayotingiz davomida yoningizda yurib nazorat qilmoqchi bo'lsangiz, baqiring. Agar siz bolani o'zi to'g'ri tanlaydigan inson qilib tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, sokin bo'ling. Ko'p ota-onalar shunday deydi. Baqirmasam, u umuman eshitmaydi. Bu yolg'on emas, bu odat. Bola nimaga o'rgangan? Baland ovozga, keskin ohangga, tahdidga. U sokin ovozni signal sifatida qabul qilmaydi. Chunki siz o'zingiz uni shunday o'rgatgansiz. Lekin bu tuzatib bo'lmaydigan holat emas. Bu qayta o'rganiladigan jarayon. Baqiriq nima beradi? Qo'rquv, qarshilik, yashirin g'azab. Bola tashqaridan bo'ysunadi. Ichkaridan esa yopiladi. Va eng xavflisi, bola shuni o'rganadi. Kuch bu ovoz balandligi. Kuch bu bosim. Keyin u shu modelni maktabga olib boradi. Keyin do'stlariga, keyin kelajakda o'z oilasiga. Agar siz bunga rozi bo'lsangiz, davom eting. Agar yo'q bo'lsa, to'xtang. Sokin ota-ona, kuchli yetakchi. Yana bir bor. Sokin ota-ona, kuchli yetakchi. Endi sokin intizom nima ekanini aniq tushuntiraman. Sokin intizom bu yumshoqlik emas. Bu bo'sh qo'yish emas. Bu zaiflik emas. Bu aniq chegaralar plus barqaror ohang. Sokin intizom shuni aytadi. Men nazoratdaman. Men hissiyotimni boshqaraman. Men yetakchiman. Bola buni his qiladi. So'zdan oldin his qiladi. Mashhur tadbirkor Warren Buffett haqida bitta fakt bor. U hech qachon bolalariga baqirmagan. Lekin qoidalar aniq bo'lgan va har doim bir xil ishlagan. Nima uchun? Chunki u bitta narsani tushungan. Agar yetakchi asabiy bo'lsa, tizim ishlamaydi. Biznesda ham, oilada ham. Endi eng muhim savol. Qanday qilib baqirmasdan ta'sir qilish mumkin? Mana 4 ta aniq qadam. Birinchi qadam. Ovoz emas, pauza.
Bola noto'g'ri ish qildi. Siz gapirmayapsiz. Siz pauza qilasiz. 3 soniya, 5 soniya. Bu pauza sizning kuchingiz. Bu signal. Men shoshilmayman, men boshqaraman. Ikkinchi qadam. Past ovoz. Past ovoz bu hukm. Bola majbur bo'lib quloq soladi. Chunki bu odatiy emas. Qichqiriq, fon shovqini. Sokin ovoz markaz. 3-qadam. Qisqa jumla. Izoh bermaysiz. O'qitma qilmayapsiz. Bu qabul qilinmaydi. Bu yerda to'xtaymiz. Keyin gaplashamiz. Qisqa, aniq, sokin. 4-qadam. Har doim oxirigacha. Eng katta xato tahdid qilib bajarmaslik. Bu intizomni o'ldiradi. Agar aytdingizmi, qiling. Agar qilmaysizmi, aytmang. Mana shu joyda ichki nazorat paydo bo'ladi. Ko'p ota-onalar so'raydi. Bu qancha vaqt ishlaydi? Rostini aytaman. Dastlab qarshilik kuchayadi. Chunki eski tizim buziladi. Bola tekshiradi. Rostdan ham baqirmaydimi? Rostdan ham oxirigacha yetadimi? Mana shu paytda taslim bo'lmang. Aynan shu joyda ko'pchilik sinadi. Yana bitta muhim narsa. Sokin intizom faqat bolaga emas, bu ota-onaga ham ta'sir qiladi. Siz o'zingizni boshqarishni o'rganasiz. Hissiyot emas, qaror bilan yashaysiz. Bu bola uchun eng katta dars. Bola o'rganadi. Kuch bu sokinlik. Kuch bu barqarorlik. Endi nimadan qochish kerak? Baqirib, keyin afsuslanishdan. Oxirgi marta aytyapman deyishdan. Hissiyot bilan qaror chiqarishdan. Boshqa bolalar bilan solishtirishdan. Bu intizom emas, bu beqarorlik. Yana eslab qoling. Har safar sokin qolganingizda siz ichki nazoratni mustahkamlaysiz. Har safar barqaror bo'lganingizda siz yetakchilikni ko'rsatasiz. Sokin ota-ona, kuchli yetakchi. Bu bobda siz bitta muhim narsani o'rgandingiz. Baqirmasdan ham ta'sir qilish mumkin. Hatto kuchliroq. Endi keyingi qadamga tayyormisiz? Sokin intizomni o'rnating. Endi savol tug'iladi. Bu intizom boladagi yetakchilikni o'ldirmaydimi? Yo'q. Agar to'g'ri qilsangiz, aksincha uni ochadi. 3-bob. Har bir bola yetakchi bo'lib tug'iladi. Siz uni o'chiryapsiz. Keling, og'riqli haqiqatdan boshlaymiz. Bola yetakchi bo'lib tug'iladi. Siz esa bilmasdan uni o'chiryapsiz. Har kuni. Chik so'zlar bilan, oddiy iboralar bilan. Jim tur, sen hali kichkinasan. Qara, boshqalar qanday qilyapti. Bu gaplar oddiy tuyuladi. Lekin ularning ta'siri chuqur. Yetakchilik yo'qolib ketmaydi. U sekin-sekin bostiriladi. Bola tabiatdan tashabbuskor, u savol beradi, u tekshiradi, u qaror qabul qilmoqchi bo'ladi. Va har safar u shunday qilganda ota-ona oldida tanlov bo'ladi. Siz ikki yo'ldan birini tanlaysiz. Men bilaman, sen yo'q. Yoki sinab ko'r, men yoningdaman. Birinchi yo'l qulayroq. Ikkinchisi mas'uliyatliroq. Birinchisi itoatkor bola beradi. Ikkinchisi mustaqil inson. Tanqid eng jim yetakchilik o'ldiruvchisidir. U baland bo'lmaydi. U doimiy bo'ladi. Bu noto'g'ri, yana xato qilding. Sendan chiqmadi. Bola buni eshitadi va ichida xulosa qiladi. Men qila olmayman. Men yaxshiroq bo'lishim kerak. Men ruxsat kutishim kerak. Unga ishonch kerak. Taqqoslash esa undan ham xavfli. Qara, akang qanday? Boshqa bolalar sendan yaxshiroq. Bu motivatsiya emas. Bu identitetni sindirish. Bola raqobatni o'rganmaydi. U o'zini rad etishni o'rganadi. Va mana shu joyda yetakchilik so'nadi. Chunki yetakchi o'ziga ishongan odam. Nelson Mandela haqida bir fakt bor.
U bolaligida qishloq yig'inlarida kattalar bilan birga o'tirgan. Unga savol berishgan. Uning fikrini eshitishgan. U doim to'g'ri gapirmagan, lekin u doim jiddiy qabul qilingan. Keyin Mandela shunday degan: "Men yetakchilikni buyruqdan emas, tinglashdan o'rgandim." Yana bir bor eslab qol. Yetakchilik buyruq bilan emas, ishonch bilan o'sadi. Ko'p ota-onalar qo'rqadi. Erkinlik bersam boshimga chiqadi. Mas'uliyat bersam xato qiladi. Ha, xato qiladi. Lekin xato bu yetakchilikning narxi. Xato qilmagan bola qaror ham qabul qilmaydi. Disiplina bu xatoni to'g'ri yo'naltirish, xatoni yo'q qilish emas. Endi amaliy qism. Agar siz boladagi yetakchilikni o'chirmoqchi bo'lmasangiz, mana 3 ta qoidani eslab qoling. Birinchi qoida: tanqidni savolga almashtiring. Bu noto'g'ri demang. So'rang, qanday qilib boshqacha qilish mumkin edi? Bu savol bolani o'ylashga majbur qiladi va o'ylagan bola yetakchilikka bir qadam yaqin. Ikkinchi qoida: tanlov bering. Kiyim, ovqat, vaqt, kichik tanlovlar katta ishonchni quradi. Bola o'rganadi: mening qarorim ahamiyatli. Uchinchi qoida: natijani emas, jarayonni ko'ring. Yutding emas, harakat qilding deng. Mashhur sportchilar, tadbirkorlar bolaligida aynan shuni eshitishgan. Natija keladi agar jarayon qadrlansa. Endi nimadan qochish kerak? Doimiy tuzatish, haddan tashqari nazorat. Men aytdim, bas modeli. Boshqa bolalar bilan solishtirish. Bular yetakchilikni emas, bo'ysunishni o'rgatadi. Agar siz bo'ysunuvchi xohlasangiz, davom eting. Agar siz mustaqil inson xohlasangiz, to'xtang. Yana bir muhim haqiqat: yetakchilik shovqinli bo'lishi shart emas. Yetakchilik sokin bo'lishi mumkin. Sokin bola bu bostirilgan bola emas. Bu ichki tayanchi bor bola. Va bu tayanch qayerdan keladi? Uyda, sizning munosabatingizda, sizning ohangingizdan, sizning ishonchingizdan. Yetakchilik buyruq bilan emas, ishonch bilan o'sadi. Bu bobda siz bitta asosiy narsani tushundingiz. Siz bolani yetakchi qilmayapsiz. Siz faqat ko'zqundik qilmasligingiz kerak. Endi savol tug'iladi: agar yetakchilikni o'chirmaslik kerak bo'lsa, uni qanday qo'llab-quvvatlash mumkin? Buning javobi so'zlarda emas, tizimda. Keyingi bobda biz aynan shuni o'rganamiz. Gapirishni kamaytirib, ta'sirni oshirishni. 4-bob. Gapirmang, tizim yarating. Keling, yana rostdan aytaylik. Ko'p ota-onalar gapirib charchagan. Ogohlantiradi, tushuntiradi, ilova qiladi. Natija yo'q. Nega? Chunki gap tizim emas. Bola so'zga emas, takrorlanishga moslashadi. Bir marta aytilgan qoida unutiladi. Har kuni takrorlangan tizim esa xulqni o'zgartiradi. Yana eslab qoling. Disiplina bu ma'ruza emas. Disiplina bu muhit. Qoidalar bilan tizimni aralashtirmang. Qoidalar qog'ozda, tizim hayotda. Telefonni kam ishlat. Bu qoida. Telefon har kuni soat 20:00 da javonga qo'yiladi. Bu tizim. Ertalab tur. Bu qoida. Har kuni bir xil vaqtda uyg'onamiz. Bir xil tartib. Bu tizim. Bola nimani tanlaydi? Aniqlikni, takrorni, barqarorlikni. Tizim bu sokin intizom. Yana bir bor. Tizim bu sokin intizom. Ko'p ota-onalar shunday deydi: u tushunadi, lekin qilmaydi. Bu tushunmaslik emas, bu tizim yo'qligi. Agar bugun ruxsat, ertaga taqiq bo'lsa, bola qarshilik qiladi. Agar bugun e'tibor, ertaga befarqlik bo'lsa, bola sinaydi. Agar chegaralar suzuvchan bo'lsa, bola ularni tekshiradi. Bu normal.
Bu biologiya. Tartibsizlikni tanlaysizmi yoki tizimni? Mashhur pedagog Maria Montessori bitta asosiy g'oyani hayotga tatbiq qilgan. Bola xulqi tarbiyachi bilan emas, muhit bilan shakllanadi. U bolani majburlamagan. U muhitni to'g'irlagan. Past javonlar, oson kirish, aniq joylar, natijachi. Bola o'zi tartibni tanlagan. Chunki muhit shuni talab qilgan. Bu sehr emas, bu tizim. Endi amaliy qism. Agar siz gapirishni kamaytirib, ta'sirni oshirmoqchi bo'lsangiz, mana 5 ta asosiy tizim. Birinchi tizim. Ertalabki start. Ertalab qanday boshlansa, kun shunday davom etadi. Bir xil vaqt, bir xil ketma-ketlik, uyg'onish, yuvinish, kiyim, nonushta, bahs yo'q, savdolashuv yo'q, izoh yo'q. Tizim ishlaydi, so'z emas. Ikkinchi tizim. Vizual tartib. Bola eshitishdan ko'ra ko'rishga ishonadi. Rasm, jadval, belgilar. O'yinchoqlar qayerda? Savol bo'lmasin. Joy aniq bo'lsin. Muhit gapirsin. Siz jim bo'ling. Uchinchi tizim. Oqibatlar zanjiri. Har bir xatti-harakat tabiiy oqibatga ega. Sun'iy jazo emas, mantiqiy natija. O'yinchoq tashlandi, vaqtincha olinadi. Uy vazifasi qilinmadi, bo'sh vaqt qisqaradi. Izoh bermaysiz, bahslashmaysiz. To'rtinchi tizim. Kechki yopilish. Kechki tartib, xavfsizlik hissi. Bir xil vaqt, bir xil marosim, kitob, suhbat, uyqu. Bola biladi, kun tugadi. Asab tinchlanadi. Beshinchi tizim. Kattalar barqarorligi. Eng muhim tizim. Sizning holatingiz. Bugun bir xil, ertaga ham bir xil. Kayfiyatga qarab emas, qarorga qarab. Sokin ota-ona, kuchli yetakchi. Endi nimadan qochish kerak? Bugun mayli, keyin ko'ramiz. O'zgaruvchan qoidalar, haddan tashqari tushuntirish. Bular tizimni buzadi. Bola esa bo'shliqni ko'radi. Ko'p ota-onalar qo'rqadi. Tizim bola erkinligini o'ldiradi. Yo'q. Tizim erkinlikning poydevori. Aniq chegarada bola tinchlanadi. Tinch bola mustaqil bo'ladi. Unga aniq maydon kerak. Yana bitta haqiqat. Tizimni bolaga tushuntirish shart emas. Uni ko'rsatish kifoya. Siz qanchalik kam gapirsangiz, shunchalik kuchli bo'lasiz. Siz qanchalik barqaror bo'lsangiz, shunchalik tez ishlaydi. Bu bobda siz bitta asosiy narsani o'rgandingiz. Gapirish bu energiya sarfi. Tizim bu energiya tejash. Endi savol tug'iladi. Agar tizim ishlayotgan bo'lsa, ota-ona nima qiladi? Javob oddiy. U o'z holatini boshqaradi. Chunki bola tizimni ko'radi. Lekin u ota-onaning holatini ko'chiradi. Keyingi bobda aynan shu haqida gaplashamiz. Ichki holat va tashqi ta'sir haqida. 5-bob. Bolangiz sizni emas, holatingizni ko'chiradi. Endi eng noqulay haqiqatga keldik. Buni ko'pchilik eshitishni xohlamaydi. Lekin aynan shu joyda o'zgarish boshlanadi. Bola sizning so'zlaringizni emas, holatingizni ko'chiradi. Siz nima deysiz? 2-daraja. Siz qanday holatda yashaysiz? Asosiy dars. Asabiy ota-ona sokin bola kutolmaydi. Bu qoidaga istisno yo'q. Hech qachon bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. Keling, rostini aytaylik. Siz ko'p gapirasiz, tushuntirasiz, ogohlantirasiz. Lekin bola baribir o'sha xatti-harakatni takrorlaydi. Nega? Chunki bola eshitmaydi, u kuzatadi. U sizning ohangingizni ko'radi. Nafasingizni sezadi. Tana holatingizni o'qiydi va shuni o'ziga ko'chiradi. Agar uyda doim shoshilish bo'lsa, bola shoshqaloq bo'ladi. Agar uyda doim keskinlik bo'lsa, bola bezovta bo'ladi.
Agar uyda doim asabiylik bo'lsa, bola ichki tinchlikni o'rganmaydi. Bu tarbiya emas, bu model. Qaysi modelni ko'rsatishni siz tanlaysiz. Ko'p ota-onalar shunday deydi. U nimaga shunaqa asabiy? U nimaga tez jahli chiqadi? U nimaga sabrsiz? Javob yoqimsiz, lekin aniq. U ko'rib o'rgangan. Bu ayblash emas. Bu mas'uliyat. Mas'uliyat kuch. Agar siz buni qabul qilsangiz. Mashhur psixologlar bitta fikrda yakdir. Bolaning asab tizimi ota-onaning asab tizimiga moslashadi. Bola tinchlanishni so'zdan o'rganmaydi. U tinchlikni yonida bo'lgan odamlardan o'rganadi. Shuning uchun tinchlan degan asabiy ota-ona ishlamaydi. Yig'lama degan jahldor ota-ona ishlamaydi. Bu qarama-qarshilik. Avval o'zingizni boshqaring, keyin bolani. Yana bir bor. Avval o'zingizni boshqaring, keyin bolani. Endi muhim savol. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadi. Tarbiya boladan boshlanmaydi. Tarbiya sizning holatingizdan boshlanadi. Va bu juda noqulay. Chunki bu ishlashni talab qiladi. Ichkaridan. Keling, amaliy bo'laylik. Agar siz bolaga ta'sirni oshirmoqchi bo'lsangiz, mana 4 ta ichki qoida. Birinchi qoida. Reaksiya oldidan tana. Bola nimadir qildi. Siz gapirishdan oldin tanangizni tekshiring. Nafasingiz qayerda? Yelkangiz tarangmi? Jag'ingiz siqilganmi? Agar tanangiz tarang bo'lsa, siz gapirmaysiz. Avval bo'shashasiz. Bu kuchsizlik emas, bu nazorat. Ikkinchi qoida. Nafas yashirin qurol. 3 marta sekin nafas oling. Hech kim sezmaydi. Lekin bola sezadi. Chunki sizning holatingiz o'zgardi va u shunga moslashadi. 3-qoida. Ovoz emas, barqarorlik. Past ovoz, sekin harakat, aniq so'z. Bu bolaga signal. Xavfsiz, barqaror. Shu holatda aytilgan gap bitta gap. 100 ta baqiriqdan kuchliroq. 4-qoida. O'zingizga ruxsat bering. Charchaganingizni tan oling. Asabiylashganingizni tan oling. Bu zaiflik emas, bu yetuklik. Lekin unga halol model kerak deganni olib tashlash kerak. Mashhur aktyor va ota Jonson bolalari haqida shunday degan. Men ularga mukammallikni emas, o'zini boshqarishni ko'rsataman. U g'azabini yashirmaydi. U uni boshqaradi. Bola uchun eng katta dars mana shu. Endi nimadan qochish kerak? Hissiyot bilan tarbiya qilish, jahlda qaror chiqarish, o'zingizni ayblash, men shunaqaman deb oqlash bu rivoj emas, bu qochish. Yana bir muhim haqiqat. Sokin ota-ona bo'lish har doim sokin bo'lish degani emas. Bu tezroq sokinlikka qayta olish degani. Xato bo'ladi, baqirib yuborasiz, afsuslanasiz. Muhim narsa, keyin nima qilasiz? Agar siz tan olsangiz, men hozir asabiy edim. Bu to'g'ri emas edi. Bola nimani o'rganadi? Mas'uliyatni, o'zini anglashni. Bu tarbiya. Disiplina bu o'zingizni boshqarish. Bu bobda siz eng muhim darslardan birini oldingiz. Bola sizning so'zlaringizdan emas, sizning holatingizdan o'sadi. Agar siz ichkaridan barqaror bo'lsangiz, tashqarida tartib paydo bo'ladi. Endi savol tug'iladi. Agar ota-ona holati barqaror bo'lsa, bolaga yana nima kerak? Javob oddiy. Unga isbotlash shart bo'lmagan ishonch kerak. Bu haqida keyingi bobda gaplashamiz. Ichki tayanch va o'ziga ishonch haqida. 6-bob. Isbotlashga majbur bo'lmagan bola ishonchli bola. Keling, yana noqulay haqiqatdan boshlaymiz. Ko'p bolalar yaxshi bo'lishga urinib charchagan. Ular o'rganishdan emas, isbotlashdan charchagan. Ota-onaga, o'qituvchiga, jamiyatga va eng yomoni
o'ziga. Doim baho va maqtov kutgan bola ichki tayanchni yo'qotadi. U tashqaridan kuchli ko'rinishi mumkin, lekin ichkaridan bo'sh bo'ladi. Ko'p ota-ona yaxshi niyat qiladi. Maqtasam motivatsiya bo'ladi, baho bersam o'sadi. Lekin savol boshqa. Qanday motivatsiya? Agar bola faqat maqtov uchun harakat qilsa, u o'zi uchun emas, boshqalar uchun yashay boshlaydi. Bugun bu ota-ona, ertaga o'qituvchi, keyin jamiyat. Bola ichida bitta ovoz paydo bo'ladi. Yetarlimi? Yaxshimi? Meni qabul qilishadimi? Bu ishonch emas, bu qaramlik. Ishonchli bola qanday bo'ladi? Bilasizmi? U har doim yutmaydi. U har doim birinchi bo'lmaydi. Lekin u o'zini yo'qotmaydi. Chunki u ichkaridan biladi. Men yetarliman. Yana takrorlayman. Men yetarliman. Bu kuch. Bu mag'rurlik emas. Bu ichki tayanch. Ko'p bolalar nimani o'rganib qolgan? Yaxshi bo'lsam sevishadi. Natija bo'lsa qadrlashadi. Xato qilsam rad etishadi. Bu xavfli model. Chunki hayotda har doim yutuq bo'lmaydi. Har doim baho bo'lmaydi. Har doim olqish bo'lmaydi. Agar bola faqat shunga o'rgangan bo'lsa, birinchi muvaffaqiyatsizlikda u sinadi. Stiv Jobs bolaligini eslab shunday degan: bizda jarayon natijadan muhimroq edi. U doim yutmagan. U doim eng yaxshi bo'lmagan. Lekin u har doim qiziqqan. Ota-onasi undan baho so'ramagan. Ular savol bergan: nimani o'rganding? Nima qiziq bo'ldi? Mana shu farq. Endi amaliy qismga o'tamiz. Agar siz bolani ishonchli qilmoqchi bo'lsangiz, mana 4 ta muhim qoida. Birinchi qoida: natijani emas, harakatni ko'ring. 5 olding, zo'r emas. Harakat qilding, ko'ryapman. Natija o'tkinchi. Harakat ichki kuchni quradi. Bola o'rganadi. Mening qiymatim natijaga bog'liq emas. Ikkinchi qoida: maqtovni kam, aniqlikni ko'p qiling. Maqtov shakar kabi, ko'p bo'lsa zarar. Aniq fikr esa o'sish beradi. Bu joyda harakat qilding. Bu yerda sabr qilding. Bahosiz, solishtirmasdan. Uchinchi qoida: xatoni shaxsga bog'lamang. Sen dangasasan demang. Bu ishda hozir harakat yetarli bo'lmadi deng. Bola shuni o'rganadi. Xato bu emas, bu jarayon. Har doim gapirmang, har doim to'g'rilamang. Ba'zida yonida bo'lish kifoya. Bu eng kuchli signal. Unga ichki tayanch kerak. Endi nimadan qochish kerak? Haddan tashqari maqtov, doim baho berish, eng zo'r, eng aqlli yorliqlari, boshqalar bilan taqqoslash. Bular ishonchni qurmaydi. Bular uni tashqariga bog'laydi. Yana bir muhim haqiqat. Ishonch bu shovqin emas, bu sokinlik. Ishonchli bola o'zini isbotlamaydi. U o'zini himoya qilib baqirmaydi. U o'zini yo'qotmaydi. Chunki u biladi, men yetarliman. Ko'p ota-onalar qo'rqadi. Maqtamasam u harakat qilmaydi. Yo'q. Agar bola ma'noni ko'rsa, u harakat qiladi. Agar u qiziqishni his qilsa, u o'sadi. Sizning vazifangiz yo'lni ochish. Bosim emas, baholash emas. Bu bobda siz muhim narsani o'rgandingiz. Ishonch tashqaridan berilmaydi. U sharoitda paydo bo'ladi. Va bu sharoit siz yaratadigan muhit. Endi savol tug'iladi. Agar bola ichkaridan tayanchli bo'lsa, bu tayanchni qanday mustahkamlash mumkin? Javob oddiy. U bilan chin suhbat orqali, shovqinsiz, bosimsiz, har kuni ozgina. Keyingi bobda aynan shuni o'rganamiz. Kuniga 10 daqiqa qanday qilib kelajakni o'zgartirish mumkinligini. 7-bob. Kuniga 10 daqiqa. Kelajakni o'zgartiradigan suhbat. Keling, yana haqiqatdan boshlaymiz. Ko'p ota-onalar
vaqtim yo'q deydi. Lekin ular e'tibor nima ekanini shakllantiradi. Bola sovg'a so'ramaydi. Bola uzoq ma'ruza so'ramaydi. U 10 daqiqa so'raydi. Telefonlarsiz, bo'linmasdan, haqiqiy. 10 daqiqa chin e'tibor. 10 soat jazodan kuchliroq. Ko'p ota-onalar shunday o'ylaydi. Men u bilan birga uyda yashayapman. Yetarli-ku? Yo'q. Bir joyda bo'lish, birga bo'lish emas. Bir xonada bo'lish, bir aloqada bo'lish emas. Bola nimani his qiladi? Ko'zga qaraladimi? Tinglanadimi? Bo'linmasdan qabul qilinadimi? Agar javob yo'q bo'lsa, bola signal beradi. Shovqin bilan, injiqlik bilan, qarshilik bilan. Eshitilgan bola, sokin bola. Yana bir bor. Eshitilgan bola, sokin bola. Telefon zamonaviy tarbiyaning yashirin dushmani. U jim, lekin u doimiy. Bola gapiryapti. Siz ekranga qarayapsiz. Bola xulosa qiladi. Men muhim emasman. Siz buni demaysiz, lekin u shuni his qiladi. Va keyin ota-ona hayron bo'ladi. Nega u yopiq? Nega u gapirmaydi? Chunki u urindi va javob olmadi. Telefonni tanlaysizmi yoki aloqani? Ko'plab yetakchilar bolaligini eslab bitta narsani aytadi. Kimdir meni eshitardi. Bu kimdir ko'p gapirmagan. U nasihat qilmagan. U baho bermagan. U tinglagan. Shu sababli bu bolalar keyin o'z fikriga ishonishni o'rganadi. O'z hislariga ishonishni o'rganadi va yetakchi bo'ladi. Endi aniq qilaylik. Bu 10 daqiqa nima emas? Bu dars emas. Bu tergov emas. Bu maslahat seansi emas. Bu aloqa. Bu yerda ham shunday. Intizom bu barqaror odat. Har kuni bir xil vaqt, bir xil format. Mana 10 daqiqalik suhbatning 5 ta qoidasi. Birinchi qoida. Telefonlar yo'q. Haqiqiy nol. Jim. Ko'z oldidan ketadi. Agar telefon stol ustida bo'lsa ham, bola bo'linishni sezadi. Muhit gapiradi. Siz jim bo'lasiz. Ikkinchi qoida. Savol kam, qiziqish ko'p. Bugun nima qilding? Yopiq savol. Bugun nima qiziq bo'ldi? Ochiq eshik. Savol bilan tergov qilmang. Qiziqish bilan tinglang. Uchinchi qoida. Tuzatmang, qaytarmang. Bola gapirdi. Siz tuzatmaysiz. Siz qaytarmaysiz. Demak, bu seni xafa qildi. Shu joyi qiyin bo'libdi. Bu sehrli. Bola eshitilganini his qiladi. To'rtinchi qoida. Hisni rad etmang. Bunaqasi bo'lmaydi demang. Yig'lama demang. His noto'g'ri bo'lishi mumkin emas. Xulq muhokama qilinadi. His qabul qilinadi. Beshinchi qoida. Vaqt tugaganda to'xtang. 10 daqiqa, 10 daqiqa. Cho'zmang, savdolashmang. Bu marosim bo'lsin. Barqarorlik, xavfsizlik. Ko'p ota-onalar qo'rqadi. Agar gapirsam, u shikoyat qiladi, yig'laydi, ochilib ketadi. Ha, dastlab shunday bo'lishi mumkin. Chunki ichkarida yig'ilib qolgan va nihoyat chiqyapti. Bu yomon emas. Bu tozalanish. Eshitilgan bola, sokin bola. Endi nimadan qochish kerak? Maslahat berishdan, taqqoslashdan, men aytgandim deyishdan, o'z tajribangizni tiqishtirishdan. Bu suhbatni yopadi. Aloqani uzadi. Yana bir muhim haqiqat. Bu 10 daqiqa bolani buzmaydi. Bu intizomni yemaydi. Aksincha, bu keyingi chegaralarni osonlashtiradi. Chunki bola biladi. Meni eshitishadi. Meni rad etishmaydi. Shu sababli u chegarani qabul qiladi. Sokinroq, kamroq qarshilik bilan. Ko'p ota-onalar aytadi. Men buni har kuni qila olmayman. Rostini aytaman. Agar siz har kuni ovqatlansangiz, qila olasiz. Agar siz har kuni telefon ko'rsangiz, qila olasiz.
Bu ustuvorlik masalasi. 10 daqiqa. Bugun, ertaga, keyin odat bo'ladi. Odat kuch. Yana bir bor eslab qoling. Bola tinch bo'lishi uchun jazoga muhtoj emas. U aloqaga muhtoj. Unga eshitilish kerak. Shunda u o'zini tushunadi. Shunda u o'zini boshqaradi. Bu bobda siz kuchli vositani oldingiz. Oddiy, bepul, lekin kam ishlatiladi. 10 daqiqa chin suhbat. Endi savol tug'iladi. Agar bola eshitilsa, unga yana nima kerak? Unga aniq chegaralar kerak. Chunki eshitilish hammasi emas. Xavfsizlik chegarada bo'ladi. Keyingi bobda aynan shuni ko'ramiz. Chegarasiz mehr nima uchun xavfli ekanini. 8-bob. Chegarasiz mehr, xavfli tarbiya. Keling, og'riqli haqiqatdan boshlaymiz. Mehr yetarli emas. Yolg'iz mehr bolani xavfsiz qilmaydi. Chegarasiz mehr yo'nalishsiz hayot. Yo'nalishsiz hayot xavotir. Bola buni so'z bilan aytmaydi. U buni xulqi bilan ko'rsatadi. Bezovtalik, qarshilik, sokin emaslik. Chegara bo'lmagan joyda bola o'zini yolg'iz his qiladi. Ko'p ota-onalar qo'rqadi. Yo'q desam, meni sevmaydi. Qattiq bo'lsam, jarohat yetkazaman. Bu noto'g'ri tushuncha. Bu qo'rquv. Bu noaniqlik. Bola kattadan bitta savol kutadi. Bu yerda kim boshqaradi? Agar javob yo'q bo'lsa, bola o'zi urinadi. Va u bunga tayyor emas. Boshqaruvni berasizmi yoki mas'uliyatni olasizmi? Chegaralar jazolash emas. Chegaralar qattiqqo'llik emas. Chegaralar sovuqlik emas. Disiplina bu oldindan kelishilgan sokin va barqaror tartib. Chegaralar nima qiladi? Oldindan aytadi, tushunarli qiladi, xavfsizlik beradi. Bola biladi, bu yerda ramkalar bor. Va ramka qo'rqinchli emas, ramka tayanch. Chegara bu muhabbat. Yana bir bor. Chegara bu muhabbat. Chegarasiz muhitda ulg'aygan bolani tasavvur qiling. Qachon uxlaydi? Noma'lum. Qachon telefon ishlatadi? Noma'lum. Qachon yo'q eshitadi? Hech qachon. Tashqaridan qaraganda erkinlikdek ko'rinadi. Ichkaridan esa bu doimiy xavotir. Bola bilmaydi. Qayerda to'xtash kerak? Qayerda davom etish mumkin? Shuning uchun u sinaydi. Chegarani izlaydi. Qarshilik qiladi. Bu yomon xulq emas. Bu yordam so'rash. Qat'iy va mehrli ota-ona eng xavfsiz model. Faqat qat'iy sovuq bo'ladi. Faqat mehrli beqaror bo'ladi. Ikkalasi birga bo'lsa, muvozanat. Mehr qabul qiladi. Chegara yo'naltiradi. Endi aniq qilaylik. Sog'lom chegaraning 4 ta belgisi bor. Birinchisi, oldindan aytiladi. Qoidalar jahl ustida chiqmaydi. Ular oldindan ma'lum. Bizda soat 9 da uxlanadi. Telefon, ovqat payti yo'q. Oldindan aytilgan chegara adolatli. Ikkinchi, izchil bo'ladi. Bugun ruxsat, ertaga taqiq. Bu chegarani yemiradi. Izchillik sokin intizomning yuragi. Tizim bu sokin intizom. Eslaysizmi? 3-chi, hissiz uslubda bajariladi. Qichqiriq yo'q, bahs yo'q, drama yo'q. Sokin ovoz, aniq harakat. 4-chi, jazoga emas, oqibatga tayaning. Chunki kelishuv shunday. Bugun yo'q, ertaga davom etamiz. Oqibat o'rgatadi, jazo qo'rqitadi. Endi nimadan qochish kerak? Aybdorlik bilan yo'q deyishdan, uzr so'rab chegara qo'yishdan, uzoq tushuntirishlardan, savdolashishlardan. Bu ota-onani zaif ko'rsatadi. Bola buni sezadi. Unga aniq yo'nalish kerak. Ko'p mashhur yetakchilar qat'iy va mehrli muhitda ulg'aygan. Ularning ota-onasi sovuq bo'lmagan, lekin noaniq ham bo'lmagan. Men seni sevaman. Va shu bilan birga bu yerda chegara bor. Shu kombinatsiya ichki xavfsizlik yaratadi.
ichki xavfsizlik, ishonch. Ishonch yetakchilik. Ota-onalar ko'pincha shunday deydi. U juda sezgir, men qattiq bo'la olmayman. Sezgir bola aynan chegaraga ko'proq muhtoj. Chunki uning ichki dunyosi kuchli. Chegara uni ezmaydi. Chegara uni himoya qiladi. Chegara bu muhabbat. Amaliy mashq. Bugun bitta chegarani tanlang. Bitta, kichkina, aniq. Uni ayting. Sokin, ishonch bilan. Keyin izchil bo'lmang. Hissiz bo'ling. Diramma qo'shmang. Natijani ko'rasiz. Balki darhol emas, lekin albatta. Yana bir muhim nuqta. Chegara bu nazorat emas. Bu yo'naltirish. Bola har narsani o'zi hal qilmasligi kerak. Bu unga yuk. Mas'uliyat yoshiga qarab beriladi. Asta-sekin, sokin. Bu bobda siz muhim haqiqatni o'rgandingiz. Mehr yetarli emas. Chegara zarur. Chegara bo'lgan joyda xavfsizlik, xavfsizlik bo'lgan joyda sokinlik, sokinlik bo'lgan joyda rivoj bo'ladi. Endi navbat keyingi qadamga. Chegara qo'ydingiz, mehr berdingiz. Endi savol: qanday qilib bolani mustaqil qilish mumkin? Keyingi bobda shuni ochamiz. Nazoratni asta-sekin topshirish san'ati haqida. 9-bob. Xatoga ruxsat berilgan uyda kuchli bola ulg'ayadi. Haqiqatni ochiq aytamiz. Mukammallik tarbiyaning dushmani. Xatodan qo'rqish yetakchilikni o'ldiradi. Agar bola xato qilishdan qo'rqsa, u harakat qilmaydi. Agar harakat qilmasa, u o'smaydi. Agar o'smasa, siz uni himoya qilgan bo'lasiz, lekin kuchli qilmagansiz. Xato muammo emas. Xatodan qo'rqish muammo. Ko'p ota-onalar buni tan olmaydi. Ular shunday deydi: men faqat to'g'ri yo'lni ko'rsatmoqchiman. Men uni xatodan asramoqchiman. Bu yaxshi niyat, lekin noto'g'ri strategiya. Hayot xatosiz o'rgatmaydi. Hayot yiqilish orqali mustahkamlaydi. Bolani xatodan yashirasizmi yoki xato bilan ishlashni o'rgatasizmi? Xatoga ruxsat berilmagan uyda nima bo'ladi? Bola kuzatadi, sukut qiladi, kutadi. U tashabbus ko'rsatmaydi, savol bermaydi, xato qilib qo'yishdan qo'rqadi. Tashqaridan qaraganda intizomli, ichkarida esa ishonchsiz. Bu bola katta bo'lganda ham shunday bo'ladi. U ruxsat kutadi, baholanish kutadi, tasdiq kutadi. Unga ichki tayanch kerak. Kuchli bolalar qayerda ulg'ayadi? Xato qilish mumkin bo'lgan uyda, lekin befarqlik bo'lmagan uyda. Bu muhim farq. Xato qilish mumkin, lekin mas'uliyatsizlik yo'q. Disiplina xatoni jazolamaydi. Disiplina xatoni tahlil qiladi. Mashhur sportchilarni eslang. Ular g'alaba haqida emas, mag'lubiyat haqida ko'proq gapiradi. Michael Jordan ochiq aytgan: men minglab zarbalarni o'tkazib yuborganman. Shuning uchun muvaffaqiyatga erishganman. Bu falsafa uyda boshlanadi. Bola yiqiladi. Qaraysiz, baholaysizmi yoki yo'naltirasizmi? Ota-ona qanday munosabatda bo'lishi kerak? Birinchi qoida: xato paytida hissiyot bilan emas, ong bilan javob bering. Qichqirma, uyaltirma, taqqoslama, qirmang. Uyaltirmang, taqqoslamang. Bu bolaning jasoratini sindiradi. O'rniga ayting: xo'p, ko'raylik, nima bo'ldi? Bu yerda nimani o'rganish mumkin? Xato bu dars. Yana bir bor: xato bu dars. Ikkinchi qoida: natijani emas, jarayonni muhokama qiling. Yutdingmi? Emas, qanday harakat qilding? Deng. 5 oldingmi? Emas, qayerda qiynalding? Deng. Bu bolaning fikrlashini o'zgartiradi. U baho uchun emas, rivoj uchun harakat qiladi. 3-qoida: xato uchun javobgarlikni bolaga qoldiring. Oqlamang, o'zingiz tuzatmang.
bahona topmang. Ha, xato qilding. Endi nima qilamiz? Bu savol kuch beradi. Bu savol yetuklik beradi. Ko'p ota-onalar xatoni shaxsiyatga bog'laydi. Sen e'tiborsizsan. Sen har doim shunaqasan. Bu eng katta xato. Xato bu xatti-harakat. Bola bu shaxs. Ajrating. Doim ajrating. Bu ish xato bo'ldi. Lekin sen yomon emassan. Bu farq bolani ichida mustahkamlaydi. Xatoga ruxsat berilgan uyda bola nima qiladi? U urinadi, savol beradi, yangi narsaga kirishadi. U yiqiladi, lekin qo'rqmaydi. Chunki u biladi. Uyda uni jazolashmaydi. Uyda uni eshitishadi. Uyda uni o'rgatishadi. Eshitilgan bola sokin bola. Eslaysizmi? Amaliy mashq. Keyingi xatoda pauza qiling. 3 soniya jim turing. Nafas oling. Keyin savol bering. Bu bizga nimani o'rgatdi? Javobni eshiting. To'g'rilamang, tinglang. Shu lahzada siz tarbiya qilasiz. So'z bilan emas, munozara bilan emas, munosabat bilan. Yana bir muhim haqiqat. Agar siz o'zingiz xato qilganingizda uzr so'ray olmasangiz, bola xatoni tan olishni o'rganmaydi. Agar siz o'zingiz xato qilganingizda uzr so'ray olmasangiz, bola xatoni tan olishni o'rganmaydi. Men adashdim. Bu yerda noto'g'ri qildim. Bu zaiflik emas, bu kuch. Avval o'zingizni boshqaring, keyin bolani. Xato orqali ulg'aygan bola ertaga nimaga qodir bo'ladi? Mas'uliyat olishga, qaror qabul qilishga, yetakchilikka. Chunki u biladi, xato oxir emas, xato boshlanish. Xato bu dars. Bu bobda siz muhim narsani angladingiz. Mukammal bola yo'q, lekin kuchli bola bor. U kuch xatodan qochishda emas. U kuch xatodan o'rganishda. Endi so'nggi qadam qoldi. Barcha bilimlarni birlashtirish. Intizom, chegara, ishonch, xato. Ularni qanday qilib 30 kunda barqaror odatga aylantiramiz? Keyingi bobda yakuniy sintez, butun tizim. 10-bob. 30 kunlik sokin intizom rejasi. Keling, oxirgi va eng amaliy qadamni boshlaymiz. Endi nazariyani chetga suraylik. Endi harakat vaqti keldi. Siz endi 30 kunlik rejani qo'lingizga olasiz. Harakat kichik bo'lishi mumkin, lekin izchil bo'lishi shart. Siz bolani o'zgartirishni xohlaysiz. Bola o'zini anglashini va ishonchini oshirishini xohlaysiz. Buning siri sokin intizom va kichik barqaror odatlar. Ko'p ota-onalar shunday o'ylaydi. Men katta o'zgarish qilaman bir haftada. Bu xato. Katta o'zgarish bosim. Bosim qarshilik. Qarshilik xafagarchilik. Kichik qadam, katta o'zgarish. Takrorlang. Kichik qadam, katta o'zgarish. Endi rejaga o'tamiz. 30 kunlik sokin intizom rejasi. Shunday ishlaydi. Birinchi, bir xil uyg'onish va boshlanish. Har kun bir xil vaqtda uyg'on. Bola biladi. Tartib bor. Bu ichki xavfsizlikni yaratadi. Xavfsizlik o'zini anglashning asosi. Ikkinchi, bir xil ohang va munosabat. Sokin, aniqlik bilan gapiring. Har kuni bir xil ohang. Qichqiriq yo'q, hissiyotni oshirish yo'q. Sokinlik kuch. Sokin ota-ona, kuchli yetakchi. Uchinchi, bir xil chegara. Chegara har kuni bir xil bo'lsin. Natija yoki vaziyatdan qat'iy nazar. Izchillik bola uchun signal. Signal bu yerda xavfsiz va tartibli. Chegara bu muhabbat. Mana rejani kundalik shaklda tasavvur qiling. Ertalab uyg'onish bir xil vaqtda, salomlashish bir xil ohangda. 10 daqiqa chin suhbat. Kunduzi uy vazifalari
yoki kundalik mas'uliyat bir xil tartibda. Xato qilsa, xato dars. Maqtov aniqlik bilan, baho emas. Kechqurun, kunni tahlil qilish, qisqa suhbat, ichki hislarni qabul qilish. 5 daqiqa sukut bilan yakunlash. Har kun shu tarzda. Barqarorlik barcha bilimning kaliti. Ko'p ota-onalar shunday deydi: "Men bugun shoshildim, kech bo'ldi." Yo'q, boshlash shoshilishga bog'liq emas. 1 daqiqa, 5 daqiqa, 10 daqiqa farq qilmaydi. Izchillik har kuni. Bugun boshlaysizmi yoki kechiktirasizmi? Endi nima kutish mumkin? 1-7 kun. Qarshilik bo'lishi mumkin. Bola odatni sinaydi. Siz xotirjam va qat'iy bo'ling. 8-14 kun. Bola boshlaydi moslashishga. Ichki xavfsizlik sezila boshlaydi. 10 daqiqalik suhbat qiziqarli bo'ladi. 15-21 kun. Xato qilsa, uy muhitida oson qabul qilinadi. Sokin intizom samarali bo'la boshlaydi. Ichki tayanch kuchayadi. 22-30 kunlar. Bola o'zini anglaydi. Ishonch oshadi. Tashabbus ko'rsatadi. Ichki tartib o'ziga xos paydo bo'ladi. Ichki qadam katta o'zgarish. Takrorlang. Yana bir bor eslataman. Katta o'zgarish. Mashhur ota-onalar va yetakchilar bolalariga shunday tarbiya yaratgan. Bill Gates har kuni o'qish va o'zini rivojlantirish tartibi. Oprah Winfrey his-tuyg'ularni har kuni qayta ishlash va kuzatish. Elon Musk kichik odatlarni izchil bajarish orqali katta natija. Farqi shundaki, ularning ota-onalari izchillik va sokin intizomni tanlagan. Shovqin, qichqiriq yoki haddan tashqari nazorat yo'q. Natija ichki tayanch va kuchli bola. Endi amaliy maslahatlar. Telefonni chetga qo'ying. 10 daqiqa chin suhbat uchun. Birga bo'lish, birga tinglash. Xatoga ruxsat bering. Bola sinashiga imkon bering. Xato dars, jazo emas. Izchillikni saqlang. Vaqt, ohang, chegara har kuni bir xil. Bu ichki xavfsizlikni beradi. Takror va mustahkamlash. Men yetarliman. Bu kuch. Eshitilgan bola, sokin bola. Chegara bu muhabbat. Har kuni shu so'zlarni eslating. Bolaga singdiring. Ko'p ota-onalar shunday o'ylaydi. Bitta kichik odat barcha tizimning boshlanishi. Har kuni buni qilish farqni yaratadi. Endi yakuniy ogohlantirish. Sokin intizom bu jarayon. Bugun boshlaysiz, ertaga natija ko'rmaysiz. Ha, u qiyin bo'ladi. Ha, u sabr talab qiladi. Lekin 30 kun davomida bola ichki tayanchni his qiladi. U o'zini anglaydi. U ishonch hosil qiladi. U yetakchi bo'ladi. Bugun boshlaysizmi yoki yana kechiktirasizmi? Yakuniy takror. Kichik qadam, katta o'zgarish. Eshitilgan bola, sokin bola. Chegara bu muhabbat. Men yetarliman, bu kuch. Har kun bir oz barqaror. Natija albatta bo'ladi. 30 kun ichida siz bolani o'zgartirishga erishasiz va o'zingiz ham ota sifatida kuchliroq bo'lasiz. Endi rejani qo'llash vaqti keldi. Har kuni kichik qadam, har kuni izchillik. Shunda bola 30 kundan keyin sokin va ishonchli yetakchi bo'ladi. 10-bob yakunlandi. Endi siz barcha bilimlarni birlashtiring. Sokin intizom, chegara, e'tibor, xato orqali o'rganish va kichik odatlar. Bu 30 kunlik transformatsiya formulasi. Siz hozir bitta muhim haqiqatni bildingiz. Bolani o'zgartirish shart emas. Unga sharoit yaratish kerak. Sokin intizom bu zaiflik emas, bu nazorat. Ishonch bu tasodifiy emas, bu har kuni takrorlangan tanlov. Agar siz bugun ovozingizni pasaytirsangiz, agar siz bugun tinglasangiz, agar siz bugun chegarani sokin qo'ysangiz, 30 kundan keyin boshqa bola ko'rasiz. Lekin eng muhimi,
boshqa ota-onani ko'rasiz. Endi tanlov sizniki. Bugun boshlaysizmi yoki yana kutasizmi?